yangi turga startni berdik aziz do'stlar. Ko'rib turgan avtomobillaringizning hammasi o'yinga ishtirok etadi. Atigi 200 rubl evaziga 5 dona qop-qora setdagi Captiva avtomobillar nima deyapti aziz do'stlar? Atigi 200 rubl evaziga. Общий prizimiz 355 donani tashkil qiladi. 5 dona qop-qora setdagi Captiva avtomobillar atigi 200 rubl evaziga 200 rubl bilet narxi aziz do'stlar. Shu uchun ham videoni boshdan oxirigacha ko'ramiz. Kommentariy, layklarni gumillatamiz. Siz qaysi davlatdan bo'lishingizdan qat'iy nazar mening uyimda bemalol ishtirok eta olasiz. Rossiyaning uzoq shaharlari bo'ladimi? O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston, o'g'alarim, akalarim o'yinga ishtirok etadigan payt keldi. 200 rubl evaziga 5 dona qop-qora setdagi Captiva avtomobillari. Mana bu Prado avtomobilimiz aziz do'stlar, yangi turgan nima deyapti? Gazini bosamiz, kommentariyani gumillatamiz aziz do'stlar. 200 rubl evaziga 355 dona aziz do'stlar. Общий prizimiz 350 donasi aziz do'stlar. Pul konvertlarini tashkil qiladi. 3000lik, 2000lik, 1000 rubllik va keyingi turga, yangi turga biletlarni tashkil qiladi. Qop-qora setdagi mana shu Captiva avtomobilni 200 rublga yutib olishga nima yetsangiz, mana shu baxtli inson aynan siz bo'lasiz. Avtomobilni yutib olasiz va mazza qilib haydab yurasiz. O'yin aksiyasi bilan chiroylaysiz. Ya'ni 5 dona bilet xarid qilsangiz 6 dona qilib yozib beraman. 10 dona bilet xarid qilsangiz 13 dona qilib chotki chiroyli qilib shaxsan o'zim biletingizni chotki chiroyli qilib yozib beraman. Ekranda ko'ringan WhatsApp raqamlariga aloqaga chiqamiz. Salom bilet bormi deb yozamiz va barcha savollaringiz bo'lsa, qiziqarli savollaringiz bo'lsa, hammasini WhatsAppga yozib qoldirishingiz mumkin. Barchasiga mana shaxsan o'zim javob berib o'taman aziz do'stlar. Mana shu qora bayirni yutib oling, mazza qilib haydab yuring. Captiva avtomobiliga gap bo'lishi mumkin emas. Mana shu Captiva avtomobil aynan siz uchun aziz do'stlar 200 rubl evaziga. Bunaqasi hali bo'lmagan. Bunaqasi faqat akam bo'lasiz. Nomerading kanalda bo'ladi aziz do'stlar. Captiva avtomobillariga hammaga birdek qiziq nech puldan va qayerdan beriladi aziz do'stlar. Ya'ni Captiva avtomobillarining har biriga aziz do'stlar, har biriga 5 dona Captiva avtomobilning har biriga 700 ming rubldan beraman har biriga aziz do'stlar. Premium efirda o'ziyoq, ya'ni telefon qilib aziz do'stlar, pulini xohlaganlarga pulini tashlab beraman, avtomobillarni xohlaganga karnay savdolar orasida avtomobilni eltib shaxsan o'zim eltib topshiraman polni baqilgan holda. O'z omadingizni sinab ko'radigan payt keldi aziz do'stlar. Bilet olmoqchi bo'lganlarga, o'yinga ishtirok etib, ashaddiy o'yinchilarimizga aziz do'stlar, obunachilar gazini bosgan holda mana ekranda ko'ringan WhatsApp raqamlariga aloqaga chiqamiz. Salom bilet bormi deb yozamiz aziz do'stlar. Mana shaxsan o'zim barcha savollaringizga javob berayotgan holda barcha ma'lumotlarni shaxsan o'zim tashlab beraman. Video obzor avtomobillarni kuzatib o'tamiz aziz do'stlar. Videoni boshdan oxirigacha ko'rgan holda birdek hammaga tarqatamiz aziz do'stlar. Nasib etsa mana yarim biletimiz pashti ketdi. Ertaga nasib etsa final kunini ham aytib o'tamiz aziz do'stlar. Gazini bosamiz. 200 rubl evaziga. 200 rubl evaziga 5 dona Captiva 355 dona pul konvertlari aziz do'stlar. O'z omadingizni sinab ko'radigan payt keldi. Qani endi ketdik. Video obzor avtomobil